Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Durbek. Bu YouTube kanaldagi birinchi videoyim. Iltimos kanalga like, obuna bosish esdan chiqmasin. Bugungi videoda 100.000 UC'ga open case qilamiz. Mana shuni open case qilamiz. Qanday bo'lishini davomida ko'rib bila olamiz. Nima bo'ldi ekan bu? 48 ta moneta bor ekan mana. Buradan 30 ta ishlar olsa bo'lar ekan. Bu yerda agar yuzim ko'rsatib video olishimni xohlasangiz, bemalol kommentariyaga yuzingiz ko'rsatib open case qilavering deyin. Bu yerda hozir bo'layotgani sababi bor. Video tugagandan keyin ko'rsataman. Bu internet PUBG UC vzlom emas. Va bu vzlom qayerdan tortib olish kerakligini ko'rsataman. Keyin bu PUBG'da cheksiz UC qo'ysa bo'ladi. Mana shu ledni keysda bo'lmag'ir narsalar ko'p beradi-ku. Shu bo'lmag'ir narsalar sotsanglar 100.000, 2.000 UC ishlab olsalar 60.000 UC'dan-da. O'zim ancha shuni ishlatib UC'lar ishlab olganman. Mana UC tugadi. Endi men keyinchani bosib, endi bu yerda bor hamma narsani sotamiz. Sotamiz mana. UC ko'payyapti. Bu mifik xorij bo'lsa juda katta summaga sotiladi. Mifik xorij bo'lsa yo'q, kichkina summa. Bu UC uzlomni Play Marketdan bemalol tortib olsangiz bo'ladi. Mana 10.000 UC bo'ldi. Keyingi video qanday bo'lsin? Faqat global PUBG, global PUBG o'xshash narsalar yozib qoldiringlar. Telefonni ko'tarmaydi. Men telefonni open case qilishga zo'r. Lekin men muzikasini o'chirib qo'yaman. YouTube menga avtorskiy beradi bo'lsam. O'zi bosishdan qo'lim charchab ketdi. Lekin shuncha mehnatga yarasha mana 34.000 UC bor. Yaxshi bu. Mana mifiklar chiqsa mana 2800. Birikta mifiklar lekin 17.000 UC ga ham sotiladi. Men buni UC'ni keyin UC olmaydi. Mana 3.100 bor. Bu yerda mazzaq o'ynash uchun, open case'lar qilish uchun mana bu uzlomni programmani ishlatadiganlar chiqargan. Va tugamayapti desam tugab qolyapti bola. Men qo'lim og'riyotganidan ancha shuni o'yladim. Orqa fondagi ovozlarga e'tibor bermas, domlab turaman. Endi
nima deymiz? Kechqurun video olayotganga bo'ladi-da. Mana bu bor. Mana bu mishik kim biladi? Ashshi mazza qiladi, lekin olganlar. Mana. Уже 3ta lednigim bor. Mana bu skin chiroyli, keyin bunisi. Men buni to'liq qilishimga shu 13 dona material yetmayapti. Mana nima deyapti 71.100? 76.100mida? Shunam mana 74.100 ishlasa bo'ladi. Mana keyin bunda vayo 23ta G, bu yerda 9ta G ga 10 talik ochiladi. Bittaga bitta ochiladi. Aynan reklamami? Bolalar reklama uchun uzr. Aytiraman, Wi-Fi o'ynasa bemalol yetiradi. Mana deb o'tiranda buni. İltimos YouTube'ga like, obuna bosish esdan chiqmasin. Reklamalar o'tkazaveradi. Mana 9 talik ochamiz. Bir Fraun mana shu yoshlarda. Necha ko'rujmi bu? Bu yerda ko'proq ochsa, material bu yerda ko'p tushadi. Yetmadi. Mayli. O'nga so'qyaptimi? Oy. Mifik tushirma, qani qarab ko'ramiz. Mifik 2 marta tushdi onasini inson. Oy. Bolalar, bu videoda 1-2 marta so'kinishlar ishlatilishi mumkin. Mana birinchi so'kinishim yadalboy yo'q. Mayda ne deyotganimni aytaman. Chunki men to'poyga o'xshab mifik orich ko'timga tiqdim. Lidnik. Bu yerda PUBG'da yo'q skinlar hammasi qaytgan bu yerda. Hozir endi buni qayerdan olish ko'raman. Birinchi bo'lib Play Marketga kiramiz mana. Mana bu yerdan qidirishga o'tamiz. Qidirishdan Cast Simulator for Public deb yozamiz yoki Cast Simulator deb chiqadi. Yoki Cast Simulator deb tortamiz. Birinchida chiqadi Creative Simulator UC degani. Keyin ikkinchi yozilishi mana qaniydi? Mana bundan birinchi o'rinda chiqadi. Videoga like, obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr. Sizlar bilan Durbek Minecraft emas. Uzr ko'nikib qolman. Ikkinchi YouTube kanalimda shuni aytdim.